Ukrainskiy pechkani yoqishda nimalarga e'tibor berish kerak? Ukrainskiy pechkani yoqishda qarash kerak. Mana birinchi mana bu nolikchani chaqmoqchaga o'tkazish kerak. Chaqmoqchaga o'tkazgandan keyin katta knopkani bosib turib, zajgalkani 4-5 marta bosish kerak. Shu yerda olovchasi yongancha. Buni ko'p bosib turib, katta knopkani ko'p bosib turib, zajgalkani kam bossangiz yoki bosmasangiz, ichida ko'p gaz yig'iladi. Gaz ko'p yig'ilganning hisobiga keyin zajgalkani bitta bossangiz, bu ichida nебольшой взрывcha bo'ladi. Ya'ni bitta bang'illaydi. Shuni oldini olish maqsadida katta knopkani bosib turgan holatda zajgalkani mana bunday tez bosish kerak. Mana bu olovcha yongancha. Buni kattasini bosib turib, olovchani bitta keyinroq yana bitta bossangiz, bu ukrainskiy pechkani ichida ishib chiqishiga, ya'ni sal maydaroq portlash yuz berishiga olib keladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Hammaga rahmat.